Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muqaddas dinimizda qaytarilgan inson dilini xira qiladigan illatlardan biri isrofgarchilik va dabdababozlik. Isrofgarchilik nafaqat yemoq ichmoqda, balki umr ham isrof bo'lishi mumkin. Behuda o'tkazilsa, vaqt ham behuda o'tkazilsa isrof bo'lishi mumkin. Yoshlik ham behuda o'tkazilsa isrof bo'lishi mumkin. Kiyinish me'yoridan ziyoda bo'lsa isrof bo'lishi mumkin. Ehson ham haddan tashqari ziyoda bo'ladigan bo'lsa isrof bo'lishi mumkin. Hatto ibodat ham isrof bo'lishi mumkin. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu aytadilar: Marra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bi Sa'din va huwa yatawadda faqal: Ma hada as-sarafu ya Sa'd? Qal: Afil wudu'i sarafun? Qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Rawahu Ibn Majah wal Bayhaqi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sa'd radhiyallohu anhu tahorat qilib turgan paytda oldilaridan o'tdilar. Va o'shiga qarata: Bu nima isrofgarchilik ey Sa'd dedilar. Sa'd radhiyallohu anhu: Tahoratda ham isrofgarchilik bormi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Ha, garchi oqib turgan anhorni bo'yida bo'lsang ham suvni isrof qilmagin dedilar. Agar ibodat uchun tahorat qilish paytidagi bo'lgan suvda isrof bo'ladigan bo'lsa, har bir inson har bir qiladigan ishlarini o'ylab ko'rmoqligi va uni isrofgarchilikka olib boradigan narsalardan o'zini saqlamoqligi lozim bo'ladi. Zero Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karim A'rof surasida shunday marhamat qiladi. Qolallohu taala: "Va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Isrof qilmanglar, chunki u isrof qilguvchilarni sevmas. Alloh taolo isrof qilguvchilarni sevmasa, bu inson uchun juda yomon illat, juda yomon bir kulfatdir. Alloh bundan asrasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inson qo'lidan tushgan luqmani qanday qilib olib iste'mol qilish to'g'risida shunday marhamat qilgan edilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha walyakulha." Rawahu Muslim. Biringizning taomingiz tushsa, uni tozalab yeng dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Birinchidan isrofgarchilikni oldini olish. Ikkinchidan taomimizning qaysi birida baraka borligini bilmasligimiz. Mumkin shu qo'limizdan tushib qolgan non ushog'ida baraka bo'lishi mumkin. Uchinchidan shaytonga nasibasini qoldirmaslik. Haqiqatan ham bugungi kunda har bir mu'min musulmon, har bir inson isrofgarchilikdan o'zini tiymoqligi va saqlamoqligi lozim bo'ladi. Bugun ba'zi yoshlarni ko'ramiz, umrlarini, yoshliklarini behuda sarflayotganliklarini. Vaholanki muhtaram yurtboshimiz tomonidan bugungi kundagi yoshlarimiz uchun qancha imkoniyatlar, qancha sharoitlar yaratib berildi. Yoshlarni o'qishi uchun, ilm sohibi bo'lishi uchun, kasb, hunar o'rganishi uchun qancha mablag'lar ajratildi. Shunday ekan, yoshlarimiz bu vaqtni, bu umrlarni, hayotlarini hamisha g'animat bilmoqliklari lozim. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir muborak hadislarida shunday marhamat qildilar: "Ig'tanim khamsan qabla khamsin." 5 narsa kelmasdan burun 5 narsani g'animat bil dedilar. O'shalardan biri shababaka qabla haramik, qarimoqligingdan oldin yoshligingni g'animat bilgin dedilar. Haqiqatan ham bugungi kunda ana shunday bir tabarruk bir oyda har bir mu'min musulmon qanday bo'lmasin isrofgarchilikdan o'zini ehtiyot qilmog'i lozim bo'ladi. Insonning dilini xira qiladigan illatlardan biri bu dabdababozlik, o'zini ko'rsatishlik. Vaholanki dinimizda o'rta miyona bo'lishlik, riyo qilmaslik. Bugun kim o'zar, kim kimdan o'tishi uchun
harakat qilinayotgan ba'zi bir kamchiliklarni ko'ramiz. Vaholanki dinimiz hamma insonga mo'tadil bo'lmoqlikni buyuradi. Ehsonda ham, xayr ishlarda ham, barcha narsalarda mo'tadillikni islom dini talab qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bir muborak hadislarida shunday marhamat qildilar: "Sharru ta'ami ta'amul walimati yud'a lahal aghniya va yutrakul fuqara", ravohul Buxoriy. Taomlarning yomoni shunday taomki, unda boylar chaqirilib, kambag'allar chaqirilmaganda, dedilar. Haqiqatan ham bugungi kunda ana shunday bir dabdababozlikni oldini olish uchun juda katta ko'lamli ishlar olib borilyapti. Shunday ekan, biz dabdababozlikni, xo'jako'rsinlikni, odamlarga riyo qilishlikdan o'zimizni tiymog'imiz lozim bo'ladi. Yaratgan Robbim barcha mo'min musulmonlarni va barcha insoniyatni ana shu katta bir yomon illatlardan bo'lgan isrofgarchilik va dabdababozlikdan o'z panohida o'zi asrasin.